To'g'risi bor, tushunmayman. Xitoyliklar g'irt bekorchimi, qatdan xayoliga keladi bunaqa yengilliklar qilish borib, multifunksional kichkinagina apparat ishlashibdi, tirnoq oladigan ekan qaranglar. Vaqti yo'q odamlarga menimcha mashinada ham o'zingizlar yo'lda tirnoqlarni olib ketsanglar bo'lar ekan, qaranglar dizaynini. Mana tarafini qaranglar. Kichkina bolalar bosib o'ynamasligi uchun mana qulib qo'yib qo'yishgan ekan. Ikkita knopkani baravar bosib tursanglar, mana yonar ekan. Yashil chiroqni ostida ko'rsatib o'taman. Mana yondi uje. Keyin bitta bossanglar ishlar ekan. Ikkita skors bor ekan. Mana ikkinchi skorsi. Qaranglar. Mana skors qara. Bitta skors, ikkinchi skors bor ekan. Tirnoqni bundoq qilsanglar, tirnoqni tekis qilib olib qo'yar ekan, qaranglar. Uje kusachkalar ham sizlarga kerak emas. Undan keyin mana bunga bitta o'tkazib turib, polirovka qolsanglar ham bo'lar ekan. Tekislab olasizlar, qaranglar. Keyin yana zo'r tarafi buni musori ichiga tushar ekan. Mamutga musor yig'ilar ekan. Shuni bitta ham bossanglar, musor to'kadigan joyi ham ochilar ekan. Musorlarni bemalol to'ksanglar bo'ladi. Endi menda hozir tirnoqlarim o'zi olingan. Kimga shunaqa apparatlar kerak, bemalol zakaz qilsa, funksiyalarining ko'pligini qaranglar. 3 xil rangidan bor: roziy rangi, purple rangi, oq rangidan bor.